magistraturaga 24-yil oktyabrda keldim. Ayni damda 2-kursda o'qiyman. Soham esa fuqarolik huquqi. Birinchi marta kelganimda ancha-muncha qiyinchiliklar bo'lgan. Birinchi masala bu o'sha pul masalasi, ikkinchisi ovqat masalasi, uchinchisi esa bu o'sha chet elliklar bilan men birinchi marta o'rtoq sifatida gaplashganligim uchun ozgina qiyin bo'lgan. Do'st sifatida ularni qabul qilish. O'qish bilan ishlashchi masalasiga keladigan bo'lsak, odamlar ba'zida qiynaladi. Yo o'qishni tanlash kerak, yo ish tanlash kerak deyshadi, lekin balans o'shasi bo'ladi. 50% vaqtim faqat ishga ketadi, qolgani o'qishga. Haftasiga 10 soat, 15 soat ishlayman. Yaponiyaga kelishdan oldin Yaponiyani madaniyati, Yaponiyada o'zini qanaqa tutish kerak, manieralari Yaponiyaning tizimi haqida ozgina o'rganib kelgan yaxshi. Yaponiyada o'zingiz borib turib, o'zingiz hal qilishingiz kerak ishingizni. Hech kim sizga ketidan yugurib yurmaydi. Misol uchun darsga borish majbursan. Unaqa narsa yo'q Yaponiyada. Ish masalasi haqida o'ylab ko'rish kerak, qanaqa ish qila oladi, qanaqa ish qilgan yaxshi, legal ish qilgan yaxshi. Kelajakda Yaponiyada qolish maqsad bo'ladigan bo'lsa, yapon tilini bilib turib, o'rganib turib kelgan yaxshi. Ingliz tilida kelish masalasi bor. Ingliz tilida qachon kelgan yaxshiki, kelajakda boshqa davlatga ketish, Yaponiyada qolish emas. Yapon tili faqatgina Yaponiyaning ichida ishlaydi, lekin ingliz tili butun dunyoda ishlaydi. O'shaning uchun bu kelajakdagi maqsadlarga bog'liq deb o'ylayman.